Mana bu yonishini ko'ryapsizmi? Sizlarda o'zlaring yog'ochlaring boshqacha yog'och bo'lishi mumkin deysizlar. Mana oddiy mana quruq xolos, lekin ho'lda ham ekan mana yonadi deyapti. Yonishini qarang-jiga. Bay. Akalar, aqlli emas, o'zingiz aqlingizga ekonom bo'lib ishlaydigan pechkalarni narx-navolarni sizlarga yoritgan kelganmiz. 2026-yil avgust oyida xudo xolasa qishga tayyorgarliklar boshlangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Usta Sardor akamdan xudo xolasa ekonom pechkalar aka. Shunaqa aka. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ekonom pechkalarimiz yana boshlandi. Sezon xudo xolasa boshlaverdik sezonni. Gap so'z aka, yonishiga nechi buni? Buni qarang. Xudo xolasa, xo'p, nimasiga, qasiga. Mana shu pechkamizga qo'shib berilgani bunaqa o'zini kuldonlari bo'ladi. Keyin tagini ko'ylagani simlari bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, bunaqa tagini ko'ylagani albatta bemalol kurachalarigadir qo'shib berishar ekan. Mana bu tomonda Sardor aka o'ylashi mumkin, bular ham o'zlari pechkani olib sotyapti deb. Sardor aka ham mana o'zini sexidamiz. Bu tarafga ekan, vallahi yig'yapti. Bari materiallargadir birinchi qo'l ekonom pechka olaman degan akalarimizga ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda ketayotgan jarayon tayyorlanayotgan. Yo'q, hormaylar ustagalar. Ana o'sha yerdan ko'rsatamiz, bir boshdan hammasini. Oba. Mana aka, xudo xolasa mana shu pechkalarni o'zlari birinchi qo'l bo'lib tayyorlayotgan sex jarayoni. Mana aka, stvarkada bo'lmaydi, po'lat kampachkada bo'ladi bular. Xo'p, bu yerda pechkalar, lesalar hamma yo'q tayyorlashar ekan. Bu kraskalanmagan holati, Sardor aka. Kraskalanmagan holati. Mana aka. Pechkalarimiz 12 ta viloyatga ukam dastavkalari bilan qilib beramiz deyapti. Eng qizig'i vodiydan bo'lsangiz uyingizga olib borib berar ekan. Sardor aka. Shunaqa vodiydan uyigacha olib borib beramiz. Rohat taraflarni Qoraqalpoqqacha trassa bo'ylab markazgacha qilib beramiz. Sardor aka, bu pechkalarimizni ukam tutamaydi, garantiyasi bor deyapsiz. O'zi pechkaga garantiya bormi? Pechkaga garantiya bor, xudo xolasa. Tutamasligiga, bunmasiga ko'rsatib bu tarafdan ekanmi? Pechka tutamasligiga garantiya beriladi. Bu kraskalari ertaga ko'chib ketmaydimi aka, kuyib? Xudo xolasa kuymaydi. Bizga ham do'kon 1000 gradusga garantiya beradi. Biz ham o'sha do'konni gapini aytib, xudo xolasa 1000 gradusga deymiz. Ko'rsatmoqchilar. Yonishini? Hoppa, buni yoniga yaqinlashib bo'lmaydi. Nimchasi-ku? Buni qarang aka. 1,5 metr masofadan o'zingiz ham kelib ko'rsangiz bo'ladi. Issiqni urishni qarang. Tutunni qarang aka, qayerdan chiqyapti. Mana ko'ryapsizmi? Bu tomonda hech qayerda tutun yo'q. Xudo xolasa bemalol. Bu yonishini qarang aka. Bay. Yozda issig'ini, qishda ham his qilaman degan akalarimizga ukam biranta joydan tutun chiqmaydi. Aka, buni o'rtasi teshilmagan bo'ladimi? Shunaqa, teshilmagan. Choyni qayerda qaynatamiz? Choyni mana shu ustida qaynatamiz. Mana shu ustida qaynaveradi. Qaynaveradi aka. Xo'p. Behijolat qaynashi. Aka, mana 12 soatga 7 kilo ko'mir ishlatadi deyapsiz aka. Shunday. Shunaqa bo'ladimi? Shunaqa. Xo'p, mana yonishini ko'ryapsiz-a? Hop. Mana shu yerdan regirovka qilsa bo'laveradi. Mana. Sekin pastlaydi. Ana. Aylanishni boshladi o'zi joni. Pastlaydi. Agar kuchliroq yoqish kerak bo'lsa, buni ochib sekin ko'p ochgan sari kuchayveradi. Katta effekt bo'lar ekan. Akalar, agar sustroq yonish uchun mana uni toraytirish kerak aka. Shunaqa. Qancha katta olsa, shuncha guvillab yonib tez tugaydi. Shunaqa, rasxod ko'payib boraveradi, qisqartirilsa kamayib boraveradi. Gap so'zi akalar, mana birinchi qo'l ekonom pechkalarda optim joydamiz, ya'ni shu sexini o'zidan xudo xolasa. Xo'p, narx-navolar qanaqa aka? Pechkamizni materiallari qanaqa bo'lyapti o'zi? Shu yerda tanishtirib o'tamiz. Hop. Mana shu kraska bo'lmagan holati. Pechkamiz 25 ga 25 bo'ladi. Hop. Listi qalinligi shu yerda o't yonadigan joyi 208 bo'ladi. Tepa bilan pasti 2 lik bo'ladi qalinligi. Gap yo'q. Ichlariga chugun qo'yilgan varianti bo'ladi. Chugunli variant. Ichida ikkita dimoxota bo'ladi. Dimoxotlari ham bor buni. Yana bitta narsa men qarang aka, nimaga aka matlarda uloq ham yo'q ekan-a? Bu yerda uloq bo'lmaydi, buni orqasida ham uloq bo'lmaydi. Tagida uloq bo'ladi lekin. Gap yo'q lekin. Keyin buni tepasiga keladigan bo'lsak 35 ga 55 bo'ladi. Tepasi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, shularni 800 ming so'mga dastavka qilib beramiz. 800 ming so'mga mana shu pechka uyiga yetib boradi. Vodiy bo'ylab uyiga yetib boradi. Xonadoniga. Voha tarafga o'sha trassa bo'ylab markazgacha qilib beramiz. Agar siz Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Toshkent bo'ladigan bo'lsa, va sentralniy joylaringizga olib borib beriladi. Agar pul ketib olsangiz bo'ldi. Shunaqa. Xo'p, vodiydan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Andijon, Namangan, Farg'onadan bo'ladigan bo'lsangiz, xonadoningizga olib borib berilgan dorozangiz tagigadir. Shunaqa. U ustiga pul qo'shiladimi shunda? Yo'q, dastavkasiga pul qo'shilmaydi. 800 mingga yetib boradi. To'lov qanday bo'ladi? To'lov usullari.
xohlasa oldindan to'laydi, xohlasa borgandan keyin tushirib olib, shopirindan ham berib yuboradi. Gap yo'q. Mana aka, buni Endi mana kraskalangan. bunimiz o'shani kraska qilingan, tepasiga Versace qo'yilgan holati. Bu ham 25 ga 25 bo'ladi. Bularda hech qaysida lisida boshqasida o'zgarish bo'lmaydi. Mana shu guli tepasida, mana qorinida gulida o'zgaradi. Shunga farq qiladi pullariga. Kraska qilingan bo'lsa, o'shanga qo'shiladi puliga. Tushunarli. Agar kraskaga 1000 gradus issiqqa ukam garantiya, ya'ni 1 yil ishlatgandan keyin Zaynab kuyib ketmaydi. Xudo xolasa nima bo'lmaydi. Misol o'tgan yil ham ancha pechka sotganmiz. O'zingizning kanalingizdan. O'shalardan hech qaysisi yomon deyishmadi, telefon qilishib yana olishyapti. Endi Sardor aka bitta narsa ochiq gap bo'lish kerak. Ya'ni mana bu pechkani mana o'zingiz ishlab chiqaryapsiz. 1-2 yildan beri, to'g'rimi? Buni o'zingiz foydalanib ko'rdingizmi? O'zingizni xonadoningizga ishlatdingizmi? Xo'p, buni o'tgan yili o'zimizning xonadonda foydalanib yoqib ko'rganmiz. Endi buni effektini aytadigan bo'lsam, men yolg'on o'xshab qoladi qancha rasxod qilishini. O'shaning uchun 5 kilodan 8 kilogacha rasxod qiladi deb aytaveramiz. Endi hamma har xil issiq temperaturada o'tiradi. Shu azroq yoqishiga qarab rasxod ko'payib boraveradi. Aka, bunda yonida bunaqa panjara yo'q ekan. Bunisida panjara bor ekanda. Shunaqa. Bu panjara nimaga endi qo'yilgan bu? Endi bu nisbatan bunga qaraganda xavfsizligini sal ushlab ham turadi, keyin sifatiga ham ancha nima qilib turadi. Dizayn qo'shadi. Aka, qarang, pechkalarim tutamaydi deyapsiz. Xo'p, agar ertaga olib borib o'rnatadigan bo'lsak, tutab bo'ladigan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Buni qanaqa qilib boshida foydalanish kerak? Buni olib boradi. Misol shuni olib borib uyga qo'yadigan bo'lsa tutaydi bu. 100 ga tutaydi. Yana sababi buni. Bu kraska qilingan holat bo'ladi. Kraskasi bitta yoqilgandan keyin o'ziga yopishib qurib olish uchun bitta polni tutaydi. Buni tashqarida gideta bir yarim soat yoqib, kraskalarni quritib turib, mana shunga o'xshab mana ko'ring, yonib turibdi. Qop-qop o'ziga kelib qoladi. Mana bular qop-qora holatda turibdi. Mana oqroq, mana tim qora. Shunaqa. Ya'ni buni tashqarida yoqib olish kerak. Tashqarida bir yarim soat yoqib olinsa, qurib o'ziga nima bo'ladi? Kraskasi yoqish oladi. Keyin bexijolat ichkariga olib kirib, tushunarli, akam qani yoqsa bo'laveradi. Azar shashlik qiladigan akalar cho'q tayyor bo'libdi-da. Uni ustida shashlik pishirib olsak qanaqa bo'ladi? Bo'laveradi, endi hidi chiqadi aka buni. Ustiga uning uchun bir nima qo'yib olish kerak. Shunaqa. Tushunarli. Xo'p. Buni tanishtirdik 800 ming so'm deb. Endi bunimizda o'sha narigi holatda tepasiga Versace qo'yilgan, kraska qilingan holati 900 ming so'mga yetib boradi bunisi. Aka, yoshi kattalarga ham-chi zo'r ekanda. Nimaga deydi? Bu arqada haligi tahorat chanaklari bo'ladi-yu, yosh kattalar otangiz, onangiz, mana shu yerga qo'yib qo'ysa, ertalab kelib mana shu yerda haligi temir chaynak bo'ladigan bo'lsa, suvni harorati tayyor turaveradi. Shuni olib chiqib islatiraveradi. Shunaqa. Gap yo'q aka. Bunimiz 900 ming so'mga yetib boradi. Bu 900 ming so'mga. Xuddi shuni misol mana qorniga gul qo'yilgan varianti mana. Hop. Hamma joyi bir xil hammasini. Tepasida Versacesi ham bor, kraska ham qilingan. Plus qorniga gul ham qo'yilgan holati 1 million so'mga yetib boradi. Bu 1 million so'mga yetib boradi. 1 million so'm. Shunaqa. Hurmatli vatandoshlar, mana bunisi 1 million. Bu pechkamiz 900 ming so'm. Mana bo'lsa kraskalanmagan holatda 800 ming. 800 ming so'm. Xo'p, bonusida beriladigan, ya'ni qo'shib beriladiganlarni o'zlarining ko'llari, ya'ni kuldoni bo'ladi. Bunaqa aka tagini ko'ylaydigan simi va kurachasi bo'ladi. Kurachasi bo'ladi. Bo'ldi. Va shu 3 ta narsa alohida ketadi, u ham ichida ketadi. Shunaqa, komplekt ichida bo'ladi. Komplekt ichida bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, mana optim joydan mana shu qishga tayyorgarlik ko'ryapman. O'zim musofirdaman desangiz ham, mana Sardor akam aytayapti, ukam ishonaversin. Xohlasa uyiga borganimdan keyin pulini bersin, vodiydan bo'lsa deyapti. Darvozaxonasida xohlasa pulini bersin, pechkani qabul qilib, xohlasa oldindan tashasin menga. Men uyiga borib tashab, otasiga berib, kerak bo'lsa Telegramdan rasmini olib jo'natib, shunaqa kelasiz. Aka, vodiy bo'ylab emas, misol vohalarga ham shunaqa qilaveramiz aka. Misol telefon qilib zakaz qilsa, biz zakaz qabul qilamiz, boradi, tushirib, ko'rib mahsulot. Endi misol men ham ishonmashim mumkin zakaz bergandan keyin. Bu boradi, ko'rib, mahsulotni tushirib, shopiriga pulini beraveradi. Oldindan to'lovi ham yo'q. Bexijolat. To'lov yo'q. Oldindan 1 so'm bermasdan ham agar realniy oladigan bo'lsangiz, uyingiz oldiga borganda qo'lingizga ushlab turib, ashetda pul bersangiz ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Gap so'z yo'q akalar. Mana daviriyani qarang aka. Sizni tanimaydigan odam, mana siz ko'rib turibsiz bu odam, to'g'rimi? Dastlabkilariga do'q beraverar ekan. Albatta kelishilgan holat. Hozir ekranda nomerga telefon qilib, qolgan ma'lumotni o'zida oling. Aka, endi so'ragan yaxshi, ko'p pechkalar, masalan uchun, haligi yupqa tunikadan bo'ladi. Undan 1 yil foydalaniladi. Aka, yoki shu 1 sezon foydalaniladi, uje tugaydi-da. Mana karney misoli tugaydi. Bu xudo xolasa unaqa bo'lmaydimi? Yo'q, aka, bu
misol 5-4 yil, 6-7 yil bexijolat ishlayveradi aka bu. Qalin narsadan qilingan holatda bo'ladi. Akalar ko'ryapsizmi? Mana yerda ukam teshigi bo'lmasa ham, asha teshigi bordaqa ukam qaynatib beradi. Bexijolat teshigi bordaqa qaynataveradi. Agar kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, agar sizga mana shunaqa pechka kerak bo'lsa, keyingi safarlarga choylar qaynayotgan jarayonlaridan ko'rsatamiz. Xudo u yuzdan ko'rib boxabar bo'lasiz akalar. Mana shunaqa ekonom pechkalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qiling. Birinchi qo'l mana usta Sardor akam o'zi bilan bog'lanasiz. Hatto mana telefon nomerlarini ham yozib qo'ygan. Agar aka endi bitta narsa, mana o'z hamma qishloqda sentrlarda tadbirkor akalarimiz bor. Ya'ni do'konning oldiga qo'yib, u ham mana 50 ming so'm bo'lsa ham, 20 ming so'm bo'lsa ham pulga urushtiradiganlar. Shu ularga mana shu qilayotgan narxingizdan chip-chip kelishtirib foydalanishga imkon qilib bera olasizmi? Foydalanishga qilib beramiz. U bir. Keyin yana bitta narsa, mana shu yerga misol o'zimizni nomerimizni yozganmiz, Hop. Shuni o'sha akani misol o'zimni nomerimni yozib ber desa ham, shu yerga o'sha akani nomerini qo'yib beramiz tadbirkorlar. Akalar, telefon qilishadi. Agar sizdan mana shunaqa pechka olib sotmoqchi bo'lsangiz, mana shu ko'changiz oldida, do'koningiz oldida sizni telefon nomeringizni ham yozib berishadi kerak bo'lsa. Uning uchun nechta zakaz qilishimiz kerak? 10 tadan ziyodroq bo'lsa, eng kami 10 ta. Shunaqa. 10 tadan ziyod bo'lsa, o'shanda yozib berasiz. Yozib beraveramiz. Bo'lmasa unaqa bo'lmaydi. Yo'q. Va agar 10 tadan ziyod oladigan bo'lsangiz, narxidan ham o'shanda chegirma qilib berasiz. Bemalol foydalanasiz, chiroyli qilib beramiz. Gap so'z yo'q. Ekrandagi nomerga telefon qiling aka, qolgan ma'lumotni o'zdan oling. Qishga tayyorgarlik ko'rayotgan, mana uylanaman deb turgan aka-ukalarimizga yaxshi variant, ya'ni tutamaydi. Bu bir. Ikkinchi o'rinda kechqurun bir paqir ko'mirni shunday ontaras, aka ertalab tursangiz cho'g' o'tirgan bo'ladi ishonasizmi, xudo xolasa. Chunki tajribadan o'tgan, foydalanib ko'rilgan ishonarli pechkalar. Xudo xolasa Sardor akaga aloqaga chiqing, qolgan ma'lumotni o'zdan oling. Qarindosh urug'larga ham shu videoroligimizni podilsa qilish esingizdan chiqmasin. Usta, ishingizga omad, xudo xolasa. Telefon qilsangiz, mana bashi ko'rib turgan mana shu nomer 1020. Sardor akam o'zini imennoy nomeri. Shunday telefon tusha olmasangiz Telegram, WhatsApplar bor. Bor. Gap yo'q aka. Salomat bo'ling. Akalar, xudo xolasa ishonarli mana shunaqa ekonom pechka so'raganlar jo'natib ko'rasizlar.